30 yillik hayotiy tajribam asosida men ayollarni moliyada qiladigan 3 ta top xatosini aniqladim. Hozir sizlarga aytib beraman. Birinchisi, o'z sarf xarajatlarini hisobini yuritmaslik. Aytinglar-chi, biron-biringlar oxirgi oyda qancha sarf qilganinglarni hisob-kitobini yuritganmisizlar, bilasizlarmi o'zi raqamini? Ko'pchilik aniq bilaman bilmaydi. O'z xarajatlarini hisobini yuritmasangiz, hech qachon moliyaviy barqarorlikka erishmaysiz. Ya'ni nimaga xarajat qildingiz? Qancha xarajat qildingiz? Qayerda iqtisod qilish mumkin? Siz xarajatingizni tahlil qila bilishingiz kerak. Faqat tahlil qilib turib, siz xarajatlaringizni boshqara olasiz. Ikkinchi xato, bu ko'pchilik ayollar o'ziga sarmoya qilishmaydi. Men bu yerda kiyim-kechak olish yoki biron-bir yoqqan narsasini olish, yoqqan restoranga borish to'g'risida umuman gapirmoqchi emasman. Bu yerda nima to'g'risida gap ketyapti? O'zini kasbini rivojlantirish, malakasini oshirish yoki sport bilan shug'ullanish, masalan, o'zi yaxshi ko'rgan hobbisi bilan shug'ullanish. Mana shularga biz ko'pincha vaqt ham topa olmaymiz, sarmoya ham topa olmaymiz. Bilib qo'ying, o'zingizga qilgan sarmoya bu zo'r investitsiya. 3-top xato. Bu moliyaviy barqarorlikka intilmaslik. Ko'p yosh qizlarda men oxirgi paytlar eshitaman. Men turmushga chiqaman, turmush o'rtog'im hamma narsani menga badastir qilib qo'yish kerak. Men umuman moliyaga aralashmayman. Lekin biz bilmaymiz hayotda nimalarga duch kelamiz. Ertaga hayot qanaqa aylanadi. Bunaqa vaziyatlar juda ko'p uchragan menga hayotda. Shuning uchun siz albatta o'zingiz uchun, farzandlaringiz kelajagi uchun javobgarlikni his qilishingiz kerak va albatta ma'lum bir kasbga ega bo'lib, ertaga moliyaviy barqarorlikka, moliyaviy mustaqillikka erishingiz kerak. Agar siz ham shu kamchiliklarni o'zingizda ko'rgan bo'lsangiz, hoziroq bloknot oling va bugundan boshlab o'zingizning xarajatlaringizni yozib boring. Kichik qadamlar bilan yuqori muvaffaqiyatlarga erishish mumkin. Agarda bu ma'lumotlar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta meni profilimga obuna bo'ling va bu videoni saqlab qo'yib, o'z dugonalaringizga yuborib qo'ying.